Evlatlar beside Nusret cilvesi. Kaşgari vatanning abide teşi. Mahmud Bar Uygur'un mengu tik beşi. Rahmet. Şimdi Ateş yurtunun vekili Peşkadem Ustaz şairimiz Abduhalik Uygur Şunas Muhammed Şaniyaz Efendi'ni İdqut halkının Noruzluk salamığı teklif kılımız. Merhamet. Assalamu alaikum, hürmetlik Noruz ehli. Assalamu alaikum, muşu danlık, güzel oğan, xuddi şahlarının ordusidek saltanatlik, Miraç, hasıdarlık, çeklik şirketinin muşu katta binasını vücutga keltirip, kündün günge, aydın ayga, yıldı yılga, berketlik, sodu kılıp, diyarımızda tunulgan, Miraç şirketin kurgan, hürmetlik, azimet, Kerem Mahmut Hacımga, hem Abduzahir Damıllacım başlık, barlık, payçıkla, hektarlağa, Abduhalik Uygur'un yurtu oğan, Üzümzar Vada, güzel Turpan'daki her millet halkının ateş kaliplerden çıkan güzel tileklerini, kızgın salımını, hürmet, muhabbetini yetküzümen. Ben muşu tapta intayın hayacanlık kalbim bilen muşu yurtumuz Ürümçideki cümleden bütün Şinjan'daki muşu dağındar Miraç şirketinin muşu şirketini kurulan azimetlerinin yaratkuçunun hidayeti bilen texmi köp ravaş tepip kündün günge yıldın yılga aydın ayga runak tepişini tileymiz. Heminize rahmet. Arbet Şahriyaz'dan rahmet. Hem de anı yazgıçılarımızın vekili hem Kumul halkının vekili Ustaz yazgıcı Ayşem Ahmet Hanım'ını anı yazgıçılarının Noruzluk salamığı teklif kılımız. Merhamet. Hürmetlik mihmallah. Hemmelerinin Noruz bayramıga mübarek olsun. Ben bu yaktan hesaplaganda Garip'nin, ayaktan hesaplaganda Şerik'nin tarihten beri bir dervası bolup kelivatkan Kumul diyarıdaki emgekçi Kumul halkının otluk salımını yollayman. Bugün ecdatlarımızdan davamlaşıp kelivatkan annevi bir Noruz bayramı. Bu Noruz bayramı uzun tarihi igi boğan, kollektivizmlik ruh igi boğan, milletimizni ittifaklık, inaklık, buraderlik, hem söhbetlik, yine ademgerçilik asasında terbiyelep kelivatkan bir mektep boğan Noruz bayramı. Bütün ademler ve bütün canlıklar Noruz bilen kökligen, hem Noruz bilen gülligen, Noruz bilen yenilangan, Noruz alemnin bəxt anısı, Noruz şartlık ve bəxtinin hazinesi, Noruz adamlar qadrini namayan qoğucu degan tarifatlar bilan ta'riflanib kelgan. Noruz bayramının xislatlarini aytib köp. Men bugun mayaga kelib bu xon saraylaridek yoki bo'lmasa podshohlarning saraylaridek silingan bu imoratni ko'rib ben xo'shal bo'ldim. Yani bu imoratni qurgan hojimlar guruhini ko'rib ulardan ben faxrlandim. Uyg'ur milletimizning ichidan mushundaq hojimlar, mushundaq tijoratchilar chiqib Uyg'ur milletimizning so'z sohasidagi ruhini hem bu sahadagi kasbni gullantiryapti. Men bu avlodlarimizga rahmat aytaman. Hem Miraç şirketining buningdan keyin gullab rivojlanishi, taraqqiy topishi uchun oliy tiligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Hamdi Aqsu xalqining salomini
elip kelgen aziz kamni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Alımlar, ustazlar, hanımlar, həminlərinin Nuruz bayramları mübarək olsun. Aksu'dan Tunyaz Efendi bilen meni Muhtar Boğra Efendi alaydan teklif qilibdikan. Tunyaz Efendi vaqt yar bermey, yetib kelemey qaldı. Aksu xalqiga vakalatan, Aksu'daki mehnatkaş xalqiga vakalatan men mushu Nuruz bayramını tashkillagan olimlarga, Mirat shirkitining qurg'uvchilariga ko'pdan ko'p Nuruzlik salom yo'llayman. Hammalarning tinning salomat bo'lishini, ömrünün uzoq bo'lishini tilayman. Xo'sh. Aksu xalqining Nuruzlik salomiga rahmat. Endi ustoz san'atkorimiz, hem ijodkorimiz, hem o'rinlig'ichimiz Eminjon Yusuf Hojim akamizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Seni bekleyip koşkan katarga eriştirgen pesli baharga Seni bekleyip koşkan katarga eriştirgen pesli baharga yetiştirgen pesli didarga o senin atan o senin anan eriştirgen vesli didarga o senin atan o senin anan Emdi onun gözleri xire Bilih yad et bana almay üre Emdi onun gözleri xire Bilih yad et bana almay üre Yokluğumdan hürmette bre O senin atan O senin anan Yıllar uzar, yaşlılığın öter Sinni ömür hazanı küter Yıllar uzar, yaşlılığın öter Sin
Hazani küte Kaddimle onu Beşinde küte O senin atan O senin anan O senin atan O senin anan Emincan Yusuf bacımkamga rahmet. Men elip çıkan bu moyspit atımız bizning hozirgi zaman peshqadam ustoz adabiy tarjimonimiz Lo'shunshunos To'xtibaqi Artish akamiz bo'ladi. Bu akamiz 100 yoshga yaqinlashish oldida bizga No'ruzlik sovg'a sifatida mehmonlarga taxi tunugun nashrdan chiqqan Ko'ngildan ko'ngilga yo'l nomli kitobini No'ruzlik sovg'at qilib olib kelibdi. No'ruzlik sovg'asiga rahmat. Mehmonlarimiz qaytish oldida bayatın imza qo'ygan o'rindan To'xtibaqi Artish akamizning No'ruzlik sovg'asini olib ketishni unutmayli. Rahmat. Merhum rahmetlik atımız, rahbarimiz Ahmetcan Qasimi Efendi'nin kızı. Doktor bizning tabiiy fan olimlarimizning vakili Adalet Qasım xonimni bir ishki qiz No'ruzlik salom berishga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum so'rin ahli. Men oldi bilan hammamizningki o'zim shuning ichida bizning ulug' Nuruz bayramimizni tabriklash bilan birlikda avval opam Maynur xonimning salomini hammalarga yetkazmoqchi. Opam bugun uyda mehmon bo'lib qolganligi uchun, ya'ni o'xshashlar bizningki Açsınlar, Nuruz bayramını sizden uyunuzda ötküzümüz deb talep qilganligi uchun uyda mehmon bo'lib qo'yib kelamidi. Men bu salomni yetkazishni havola qildi. Hammasininki bayrami muborak bo'lsin, hammasining salomatligi yaxshi bo'lsin, hammasini Alloh o'z nazarida obdan saqlasin degan salomni minglarga yetkazdi. Rahmat. Endi baytin so'zlayotganlarning hammasi ijtimoiy fan yoki ya'ni so'zni tadqiq qildiganlar so'zlab keldi. Endi bayta men deyapman, biz tabiiy fanchilar yengimizni turib ish qilsaqli bo'ladi. Endi bu yerga gap qilishga mening tilim qisqa, gap qildiganga so'z boyligim intayin oz. Faqat mening demoqchi bo'lganim bu Miraj yemak şirkatninki bugungi mushu faoliyatni o'rinlashtirishidan men o'ylayman, mening mushu so'rin qatnashgan hammamiz intayin xush bo'ldik. Bayta nurg'un odam buni deb o'tdi. Endi bizning texnik xo'sh bo'lganimiz bizningki butunlay zamonaviy, nihoyatda saviyalik mushundaq bizningki madaniyatimizni, bizningki qinimizdagi bak güzellik bo'lgan intilish bilan bizningki butun yer sharidagi hamma xalq intildigan yemaklikka birlashtira olgan mushundaq bir mirajniki bizning malika qolganligi bizni ham xush qildi. Mushu Miraj do'stlik saroyiga mashaga o'rinlashgandan keyin balki mashada kutuvchilar bilishi mumkin. Agar azbra xudo deb qo'l elishib kelsanglar, kunda degidek tushda bizning doktorxonaning, bizning maktabning odamlari mashada oziqlandi. O'zinglar bilasizlar, hozir bizningki yangi zamonda bizning ishkir o'lkalar bilan, chet ellar bilan, butun dunyo bilan bo'lgan aloqamiz cho'nqur qo'yiqlish orqali bizning yurtimizni gullanayotgan vaqtda bizning maktabga bir kunda keladigan mehmon Amerikadan tortib Afrikagacha, Bejindan tortib Shizanggacha hamma yerdan odam keladi. Ham o'zimizningki Xinjiangning hamma yerdan odam keldi. Biz kelgan mehmonlarning mutlaq ko'pchiligini mayli hukumatning mehmoni bo'lsin, mayli ma'lum bir kichik kollektivning mehmoni bo'lsin yoki shaxsiy mehmonimiz bo'lsin, biz asosan mashaga kelamiz. Bu kelishimizning sababi bu o'rin bizningki millatni, bizning Xinjiangningki mohiyatini butun dunyoga tanishtirdi. Ikkinchi sababimiz bu kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyatda o'lchamli tamoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi jo'g'rafiya sharoiti intayin nachar.